Sağlar. Zor musun? Zor. Xursand yaxshi. Hammamiz zo'r. Bugun nimaga erta bilan ovqat yemanglar? Nimaga? Ovqat. Opa. Nima dedi? Opa. Nima dedi? Nimaga yema deb aytdi? İsmini bilasizlarmi? Kim ismi? Nima ismi? 3-sinfda tarbiyachi opa aytdi. Ovqat yemanglar. Pechenyelarni yedilar. Pechenyelarni to'ylarni yedilar. Kolbasa tuxumni yedilar, lekin ovqatga sham yemadilar. Xuddi boshida. To'g'rimi? Gaplashamiz. 3-sinfda ish bo'ladi va Dilorom opamiz aytibdilarki, ularga qurt bor ovqatda ko'p yemanglar deb aytgan ekan. Shuning uchun bolalar ertalabki ovqatini yemaydi. Az bolalarni tushunchasidan men shuni qabul qilib oldim bolalardan. Nima bu? Nima bu? Ovqat yetgan qurt bo'ladi. Kim aytdi? Opam aytdi. Keyin nima bu? Nima bu? Ko'p. Qayda bu? Oldingi opa tashlagan. Ovqatga opa tashladi. Kim opani qildi? Mayda sinflarda ishlaydigan opa. Bu ish bilan Dilorom opa ovqatga tashladi. Kecha soat 7da ovqatga hojatxonaga bordilar. Ular kechagi ovqatlanish vaqtida ovqatiga ishtirok etadigan opani qurt tashlagan ovqatga beryapti bunisi. Bunisini aytishicha, bu hojatxonaga borganda hojatxonaga cho'ntagidan qurtni chiqarib otganini ko'rganligini aytyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Dilorom opani qurt tarqatdi deyapti hozir. Aldadi deyapti. Bu opani yolg'onchi deb aytyapti hozir bolalar. Jumay va Gulsoat Sho'rchi tumanidagi 122-internat maktabida vrach bo'lib ishlayman. Ishlayotganimga 5 yil bo'layotgan bo'lsa, bu yerda maktabimizda hech qachon oshxona ovqatlaridan bironta muammo chiqmagan. Ovqatlarimizni vrach va diyetolog hamshiramiz tomonidan har kuni nazoratdan o'tkazilgan holda bolalarga tortiladi. Va mahsulotlar ham har kuni svejiy holda bizga keltiriladi. Ovqatlarimiz hammasi sifatli. Bu maktab ma'muriyati tomonidan juda yo'lga qo'yilgan ovqatlarimiz, yaxshi hammasi. Va bolalarning sog'ligi tuni kun vrach va hamshiralar nazorati ostida. Kechasi bilan hamshiralarimiz navbatchilikda turadi. Birinchi yordam dori-darmonlarimiz hammasi yetarli. Bolalarga o'zi kun xizmat ko'rsatamiz. Bizda bironta sog'lig'ida juda jiddiy muammosi bor bolalarimiz yo'q. Hammasi murojaat qilgan kundan boshlab e'tiborga olinib, davolash ishlarini ko'ramiz, choralari belgilanadi. Mana tayyorlagan ovqatlarimiz har kuni vrachlar, hamshiralar nazoratida olinadi. Hamma mahsulotlarimiz svejiy tayyorlanadi. Har kuni vrachlar ko'rib,
tasdiqdan o'tgandan keyin biz ovqat pishiramiz. Lekin ba'zi bir tarbiyachilarimiz kimdir yolg'on ma'lumot bilan ertalabki ovqatdan ham tur chiqyapti, ya boshqa degan har xil noto'g'ri agitatsiya yurityapti. Lekin isbotlanmaydigan narsa bu. Hamma narsalarimiz sviji olinadi, vrachlar nazoratida, menyularimiz vrachlar tasdiqlagandan keyin mahsulotlar olinadi, ovqat qilinadi.